1-apreldan boshlab tobora ko'proq tovar va xizmatlar faqat naqdsiz to'lov orqali amalga oshiriladi. Humo tez va qulay yechimlarni taklif etadi. Virtual Humo kartasi yordamida to'lovni smartfoningiz orqali amalga oshiring. Virtual kartani tez ochish uchun o'zingizga qulay banking mobil ilovasini yuklab oling va ro'yxatdan o'ting. Karta qo'shish bo'limiga o'ting va Humo Virtualni tanlang. Virtual kartani ortiqcha bosqichlarsiz ilovaning o'zida oching. Kartani o'zingizga qulay usulda to'ldiring. Ilovadagi kartadan yoki P2P yaqinlaringizdan to'g'ridan-to'g'ri o'tkazma orqali. Paynet infokiosklarda virtual karta raqamini ko'rsatgan holda, Click ilovasidagi hamyon orqali. Click va Humo Pay orqali esa to'lovlar yanada oddiy. Endi telefoningizni terminalga birgina tekkizib, to'lov qiling. Humo Pay orqali Click ilovasida qanday to'lashni ko'rsatamiz. Click ilovasini yuklab oling va Humo kartangizni qo'shing. So'zlamalarda NFC funksiyasini qo'ying, Click ilovasini oching va Humo Payni tanlang. Humo kartangiz bilan telefoningizni terminalga yaqinlashtiring. To'lov tez, xavfsiz va ortiqcha kodlarsiz amalga oshadi. Masalan, yoqilg'i quyish shoxobchalarida, kafelarda, do'konlarda va boshqa savdo nuqtalarida. Humo Pay Clickda bu tez, qulay va oson. NFC qo'llab-quvvatlaydigan Android qurilmalarida ishlaydi. Humo hamma joyda ishlaydi.